Tushda meva terishning ta'birlari. Tushda meva terish odatda rizq, mehnat samarasi va quvonchli xabar belgisi hisoblanadi. Bu tush inson qilgan harakatlari natijasini ko'rsatishini bildiradi. Tushda pishgan meva terish omad, foyda va yaxshi yangilikdir. Tushda ko'rilgan shirin meva terish quvonchli voqea yoki halol rizq belgisidir. Tush ta'birlarida daraxtdan oson meva uzishni ko'rish maqsadga yengil erishish deb ta'bir qilinadi. Tush ta'birlari kitobida ko'p meva terish boylik, baraka yoki katta foydani ifoda etishi qayd etilgan. Tush ko'ruvchi tushida nordon va chirigan meva terayotganini ko'rsa, ehtiyot bo'lishi kerakligi, ayrim qiyinchiliklarga duch kelib qolishi mumkinligi haqida ogoh etadi. Islomiy tush ta'birlariga ko'ra, tushda meva terish halol rizq, ilm, farovonlik, savobli amal ramzi sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, meva terishni qilgan mehnatning mukofotini olish, duolarning ijobat bo'lishi Alloh tomonidan keladigan ne'mat deb qaraladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.